Barchaga salom do'stlar va men sizlar bilan Jin va men sizlarga hozir nima deydi tavba qildim mana shu video olayotganimda esimdan chiqib ketadi. Nima deydi ekronni bosayotganingda bitta yozuv qilib bosib qishloq chiqarishadi-ku yozib. Hozir men esa sizlarga yozib qishloq chiqarishni o'rgataman. Eng so'ngida esa men sizlarga reyderlarning saroyini chiqarishni o'rgataman orqamda turgan. Do'stlar, videoni so'ngigacha ko'ring va videoga obuna va like bosib qo'yishni unutmang. Va biz esa boshladik. Yana bir gap. Like, podpiska bo'lsa sizdan, xizmat ko'rsatish bizdan. Do'stlar, biz esa hozir boshladik. Bir daqiqa. Boshladik xuyet. Birinchi bo'lib ko'pchilik biladigan menimcha. Birinchi bo'lib hozir. Birinchi bo'lib 3 ta X yozasizlar. 1 2 3. 3 tasi bo'lishi kerak. Yigirmaga bosamiz. Do'stlar, hozir ko'rasizlar. Mana do'stlar. Ko'rib turganingizdek anchagina kattaroq va mana bu va xullas mana bu uyga o'xshaydiganidan ikkitasi bor. Hozir sizlarga ichidagi sandiqni ko'rsataman. Temirdan yasalgan qilich, shlem, yana bir olmami, otga degan nima deyishadi unga bilmadim. Hozircha bilmayman. Biz qo'chib ko'ramiz. Yetarlicha non talmas. Xo'sh, buni esingizda qolgan bo'lsa 3 marta kattagina qishloq. Endi kengisini sizlarga ko'rsataman. Buni ham bilarsiz, bilmadim yana. Hozir ko'rsataman sizlarga. Bir daqiqa. Ma-i. Ko'rib turganingizdek Mimi. Bilarsiz, bilmadim men. Videoga obuna qo'yinglar. Kiryapti. Mana buni bosib qo'yamiz. Mana. Kirdi. Bu yerda menimcha nimaga pozitsiyami nima tavba qilmay nima deydi? Yo'q, menimcha bu yerda. Yashasa bo'ladi, ko'pgina daraxt. Yo'qmikan? Kon bor mana bu yerda. Zo'r. Endi esa sizlarga keyingisini ko'rsataman. Buni ko'pchilik odam bilmaydi deb o'ylayman. Mana. Stevie. Hozir ko'rasizlar do'stlar. Yaxshi. Kattaroq qishloq. To'g'rimi? Zo'r qishloq. Buni ichidagi narsani ko'ramiz hozir do'stlar. Spivitram. Ana qo'ydi. Obsidian, almaz, olma, non, paypoqmi temirdan. Zo'r. Kengisini qo'yib ko'ramiz do'stlar. Mana bu, mana bu. Do'stlar, buni menimcha ko'proq odam bilsa kerak, bilmadim.
uzr do'stlar. Va ko'rib turganingizdek ana bu yerda shiypiraman nima bo'ladi. Tezroq quchoq qo'yilsangchi, zo'r menimcha. Bittagina qishloq emas, ikkita qishloq bor bu yerda do'stlar, ana bittasi. Agar ana bu yerdan daraxt olish qiyin bo'lsa, bu yoqdan kelib ham olib ketaverasizlar. Kon esa tiyda tayingina bo'lib turibdi. Zo'r. Hamza 1 daqiqa do'stlar. Bunga kiraman, bunga. Do'stlar, qaranglar do'stlar. Tutu. 3 marta tutu deb qaytaraysizlar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar. Qishloq. Yaxshigina qishloq lekin. Zo'r qishloq. Bu yoqlarda qishloq yo'qmikan? Bilmadim men. Keyingisini o'rgataman do'stlar. Keyingisi esa bilmadim, bilishingiz kerak buni. Mana 16 16 yozasizlar. 16. Ko'rib qayron qolishingiz kerak menimcha, hozir ko'ramiz. Unchilmayapti. Xato terildim men. Bo'lishi mumkin emas lekin. Yo, bo'lishi mumkin emas. Büyük burqada mı diyor? Bo'lishi mumkin emas lekin. Mana do'stlar. Qumli qishloq chiqadi. Qumli qishloq. Yaxshigina qishloq bor bu yerda. Yana bitta qishloq bor bu yerda do'stlar. Yana bitta qishloq bor. Bittasi qumli, bittasi mana bunaqa. Bitta qishloq bo'lishi kerak shekilli. Ha, mana yana bitta qishloq. Birdaniga 3 ta qishloq do'stlar. Orqaga qarab qaytsanglar bo'ldi. Bu yerda ham bo'lish kerak edi menimcha. Bilmadim men ham. Yozib chiqarsanglar bilmadim men. Ko'ramiz. Yana o'rgataman do'stlar. Buni qo'ysanglar, bunaqa videodan ko'pini ko'rasizlar. Agar men 50 ta bo'lsam, yana video olaman. Hozir esa yana bittasi bor edi. Mayli songiga keldik mana do'stlar. Raiderlarning saroyi mana qo'yadi. 74, 73. Igri. Hayron qolasizlar do'stlar. Judayam do'stlar, judayam zo'r. Qaranglar mana. To'g'risida hech narsa yo'q va siz paydo bo'lgan yeringizning to'g'risiga qarab ketaveringlar. Mana do'stlar, raider bachalarining yonida esa qishloq ham bor. Bunda qishloq bor va buni kirish yo'lini topolmasanglar, kirish yo'li orqasida bo'ladi. Bu yoqda. Mana do'stlar. Raiderlarning o'zi ham bo'lsa kerak, bilmadim yana. Judayam yaxshi. Aylanib yuraverasizlar. Judayam yaxshi.
yana bir gap do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, mening kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna tursin, like ham bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. 50 ta bo'lsam yangi video yarataman albatta. Va men yana bitta video yarataman. Keyingisi sirli bo'ladi. Sirlar yozib chiqaradigan emas, sirlarni o'rgataman do'stlar. 1.15 Minecraft. Va do'stlar, xayr.